Ziyodulla Kot. Как тебя зовут? Нормальный река otadi. Ketdi Teo Timur biza Prime Beka. Fikr aytinglarchi, kim yutadi? Timurmi yoki Bekami? Beka ham lekin oxirgi paytda qattiq o'ynayapti, chat. Beka yutadi. Jessica, nima gap? Ahvolingiz yaxshimi? Go chat, like'larni bosib qo'yish kerak. Podpiskalar bilan. Ikkalasi ham yaxshi o'ynaydi. Voy, Timur. Yetib olsa kerak. Da, yetib oldi. Beka qochishini chekordi просто. Beka Godzoga o'xshab qochganda yeta olmasdi. Timur, nima demadilaring? Voy, xafa urib ketyapti. Ham 0 xafa bilan. Va alaykum assalom. Rahmat. Beka. Yaxshi, Bekadan birinchi kill. Hisobni ochib olyapti bola. Endi bu gazlab yuborish hech gap emas hozir. Yana. Vaqt yo'qotdi-da. Timurdan chiroyli kill. Joni kam bo'lsa ham 3-1. Bu birinchi o'yin hali. Ikkita pobedagacha bo'ladi o'yinlar, mabodo. Hali Bekada imkoniyat bo'ladi. Mabodo yutqizib qo'ysa ham mana bunaqa killlar qilib. To'g'ri bir. Keyingi show matchlarda kimni ko'rish xohlaysizlar? Chat aytinglarchi. Yana kimlar o'ynasin? Beka nima qilyapti? Besh u ikki. Vaymi, Aslan, Vaymi vs Teo. Vaymi vs Teo Timur qilamizmi? Yolg'ondan bo'lsa ham sharhlab turing. Ya, yolg'ondan sharhlash bo'lmaydi. Rahmat donat uchun. Sharhlaydigan bo'lsa ham sharhlab. o'yin bo'lmayapti-da. Bu yoqda Timur ko'ryapsizlar-ku, prosta kelib sharhlab otib ketyapti. Bir qanaqadir intriga qolmay qolyapti. Kelib qasr qilib urib tashlayapti. Nima qildik qabul qilib qo'ydingmi qo'shib? Nima bu ahvol? 7-2. Ye. Timurni xabari yo'q shekilli, o'zini portlatish mumkin emasmidi? Amir. Vaymi vs Teo Timur gaz. Keyingi haftaga tashkillashtirib olish kerakmi deyman? Vaymi vs Teo Timur qilib. Original Bekami? Albatta. Original.
Oy oy oy. Bekadan va nihoyat chiroyli killlar ko'rishni boshladik. 8-3. To'qqiz uch. Uchkada. Uchkada uchib ketyapti-ku. Beka. Yaxshi. Reaksiyaga urib qo'yish. İyi. 14. Metga berdimi, Hozibekka bermadimi, chat? Shu joyda. Ajoyib. Metga bermay qoldi-yu, ha? Anga o'zim ham bermagandek tuyuldi-da. Yaxshi. Bosish kerak ekansa. Xarosh, Bekadan comeback ko'ramizmi? Voy, tegmadi Temurning o'qi. 3 ta kill. Toza aylanib quvlashmachoq bo'lib ketdi deyatdim. Timur urdi. 11-7. Go chat, like'lan banglab bosib tashlash kerak. Ayyo'g'ey. Unaqa reaksiyalar endi Timurga o'tmasa kerak. Pitir jitir qilishlari, ha. Ye, pistolet uryapti. So'ridan oldin tashlab yuborgan bola. Voy. Ha, yana o'zini portlatyapti. Aytgancha o'zini portlatish mumkin emas edi plan bo'yicha. Lekin Timur boydan beri o'zini o'zi portlatyapti. Pravilalarni o'qimagan ham shekilli. Yana 4-6 tashlab yuborgan. Bekadan 8-kill. Oy, xarosh. Yaxshigina urum berdi. Ye, sal qoldi. Sal qoldi. Mumkin dedim. Mumkin emas dedi shekilli. Granatam. Üç marta portlatsa bo'ladi. Ha, okey. 3 marta portlatsa bo'lar ekan-da. Ok. Tushunarli. Pistolet turib ketyapti-ku. Hamlar ham ting'irlatib asab ketaydik-da. Mut qo'raman. Mut bir asrga. Ne bo'ldi? Bu o'yinda endi imkonsiz. Yaxshi, Bekadan chiroyli kill. 8 sekund, 7 sekund comeback qilsa bo'ladi. Agar Timur chiqib ketsa o'yindan. Ya, Timur chiqib ketmadi. 1-0 hozirchalik.
Ok.